Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Kitap anglashni va kitap o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan suyimli do'stlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkinsizlik yazmalari 7 qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning buyurilgan yordam va tirishchanlik Badr urushidan o'ylaganlarim degan qismning davomlashtirib o'qib beramiz. Kitap yozuvchi doktor Erkinsidiq, ovozda İstanbuldan Layla qiz. Kitap o'qilgan kun 2018-yil 18-sentabr seshanba. Tuandikisi Yasir Qazining 38-qatimliq leksiyada qilgan bir qism so'zlarining asosiy mazmuni. Bu so'zlarning hammasi leksiyadagi birli joyda so'zlangan emas bo'lib, men ularni leksiyaning bir qancha yerlaridan oldim. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarni boshlab Badr urush maydoniga qarab ketayotgan yo'lda Allohga orqa-orqadan duo qilib, Allohdan yordam tilash natijasida Allohdan uningga 1000 nafar farishta avatib, uningga yordam qildiganligi haqida vahiy keldi. Shuningdan keyin Jibril beshiga qizil rangli raxit ortib olgan, qo'llarida qurol tutgan hamda Alloh faqat farishta uchunla yaratgan bir xil alohida xildagi otlarni mingan farishtalardan 1000 farishtani boshlab Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qo'shiniga yordam qilish uchun keldi. Aslida farishtalar qurol ishlatmasmi, Qurayshlarning kishilarini osonlab bichit qilib o'talaydi. Ammo Alloh mushu bir voqea orqali bizga bir muhim hikmatni bildirdi. U bo'lsa-mu, g'alaba qozonish uchun farishtalarning eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatmasi bo'lmaydi. Farishtalarmi o'zining borlig'ini atab tirishchanlik ko'rsatmaydigan, qilayotgan ishidan yaxshi natija chiqmaydi. Badr urushi intayin muhim bo'lib, uningga Alloh farishtalarning ichidagi javharlardan 1000 ni tanlab yordamga mangdirdi. Ya'ni farishtalarning ichidami o'xshamaydigan darajalar bor bo'lib, Alloh Badr urushiga avatganlarning ularning ichidagi mansibi ustun o'rinda turadigan elite 1000 farishtadan tarkib topgan Qurayshlarni bir taraf qilib etish ishini birli farishta qila oladigan tursa, Alloh nima uchun 1000 farishta avatidi? Ya'ni farishtalar insonlarning ko'zi ko'rinmaydigan bo'lg'achqa, ular dushmanlarning ichidagi xolgan yerlarga berib, ularni yo'qotib o'talaydi. Hadisdagi bir rivoyatda deyishicha, bir qatim Jibril o'zining aslidagi qiyofatida kelib, o'zining 600 dona qanotining birsini yerga urgan ekan. Qanoti tekkan yerdagi shahar osmonga hanqib chiqib, yerga dum ko'mtirilib tushadigan. Mushundaq turuqliq Alloh yana nima uchun 1000 farishtani avatidi? Bu yerda mundaq bir oddiy haqiqat bor. U bo'lsa-mu, Qur'on va sunnatga boshdan oxir singdirilgan bir uchur shuki, siz hech qanday narsani bekor qo'lga keltira olmaysiz. Jannatmi shuning ichida. Siz jannatga hech ish qilmayla kira olmaysiz. Biz jannatga o'z tirishchanligimiz bilan erisha olamiz. Biz ko'rsatgan tirishchanliklar bilan selishtirganda jannat degan bir bebaho narsadir. Shundaq bo'lsa-mu, siz jannatga kirish uchun ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni siz ko'rsatgan tirishchanlik siz erishadigan natija bilan selishtirganda yetarlik emas bo'lsa-mu, siz ashu natijaga erishish uchun cho'qim ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Shundaq qilsangiz, Alloh siz ko'rsatgan tirishchanlikning sonliq miqdoriga emas, uning sifatiga qarab, ondan sizga natija ato qilish qilmaslikni qaror qildi. Badr urushida 300 nafar sahoba yonlaridagi qilichlarini sug'urib ilib o'lim maydoniga qarab mangdi. Mana dal shu chog'da Alloh 1000 farishtani avatib, shular orqali qilmoqchi bo'lgan ishni tamomlaydi. Ya'ni bu yerda sahobalar qarab turib, farishtalar hamma ishini o'zlari bevosita qilvatmaydi. Urush maydonida yuz bergan har bir voqeada sahobalar dushmanni o'ldirish uchun o'zlarining borlig'ini atab jangga otlandi. Ondan farishtalar qolgan ishni bitirdi. Biror voqeadami farishtalar sahobalar uchun hamma ishni o'zlari biroqlik qilib bermaydi. Bu yerga muhim nuqta shuki, siz hargizmi sababini qilmay turib natijaga erisha olmaysiz.
siz manzilga yetish uchun musofirni besib o'tishingiz kerak. Allah hargizmi manzilni o'yib elib, uni sizning oldingizga akilib bermaydi. Sizning kuchingiz butun musofirni besib tugutishga yetmasligi mumkin. Shundaqdimi siz o'zingizning borlig'ini atab tirishsangiz qolganiga Allah yordam berdi. Maryam alayhissalom o'zi yolg'iz tug'ut jarayonini boshlab, ossizlikdan jonsizlanib ketganda, Allah uningga "Men sana yordam qilaman, ammo xurma darxini o'zing irg'atqin" deydi. Ya'ni, xurmalar Maryam alayhissalomning etikiga o'zligidan tushmaydi. Ammo Maryam alayhissalomning xurma darxini irg'atqudek kuchi yo'q. Shunga Allah uningga "Sen qanchalik ish qilasan, shuni qil, qolganini men qilaman" deydi. Shuning bilan Maryam alayhissalom daraxtni kuchining yetishicha midiriltishga urindi. Shuning bilan daraxtdagi xurmalar uning atrofiga tushdi. Qaranglar, Maryam alayhissalomdek bir ulug' inson İsa alayhissalomdek bir payg'ambarni tug'ish oldida ashundaq bir xatarga yo'liqqan vaqtdimi Allohdan bekorga yordamga erisholmasa, bizning tirishmay turib Allohning yordamiga erishishimiz mumkinmi? Bizning bir narsaga ehtiyojimiz tushganda uni menga Alloh berdi deb o'yda o'ltirsak, biz ashu narsaga erishalamizmi? Agar bir narsa bizga buyurilgan bo'lsa, faqat biz o'zimizning borlig'ini atab tirishqandila, ondan Alloh uni bizga berdi. Agar u narsa bizga buyurilgan bo'lsa, biz faqat sababini qilgandan keyinla ondan Alloh uni bizga berdi. Badr urushidan yakunlab chiqarg'ili bo'lgan eng muhim hikmatlarning biri mana mushu. Ya'ni, Badr urushida musulmonlarning g'alaba qilganligi eng yuqori chek bo'lib oldin bekitilgan. Ya'ni, u oldin buyurilgan. Ammo musulmonlar o'zining jinni olqiniga elib, jangga kirib, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatgandan keyinla ondan bu g'alaba ularning qo'liga yetkazilgan. Musulmonlar o'zlarining borlig'ini mushu jangga atagandan keyinla ondan ularga Allohning yordami kelgan. Musulmonlar umidni Allohga bog'lab, Allohga ishonish va Allohga tavakkul qilish bilan birga jinni tikib qilishlar uchib yurgan jang maydoniga ko'krak kirdi. Allah shuningdan keyinla ularga yordam qildi. İbrahim alayhissalommi o'g'li İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun pichoqni egiz ko'tardi. Dal shu chog'da, ya'ni qurbonlik qilmoqchi bo'lib turganda, Allah "Amdi bo'ldi, sen sinoqdan o'tding" deb İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilg'izmaydi. Demak, biz oldi bilan o'zimizning borlig'ini atab eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Ondan Alloh bizga o'z xohlagan va bizga buyurilgan narsalarni berdi. Yasir Qozining men bu qitim tilga olmoqchi bo'lgan 38-leksiyasidagi so'zlari mushu yerda oxirlashdi. Men Yasir Qozi leksiyasining ichidagi yuqorida tilga ilingan mazmunlarni anglagandan keyin intayin ko'p va intayin uzun o'ylandim. Ularni o'zimning hozirgacha bo'lgan umrdagi amaliyotga bog'lab baqdim. Nurg'un qarindoshlar mendan davomliq "Siz buncha ishlarga qandoq yetishsiz?" deb so'raydi. Uning javobi oddiy: "Men to'g'ri ishlarni tanlab qildim. Hamda oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimdan boshlab har kun 12 soatdan 16 soatgacha jinimni tikib, o'zimning borlig'ini atab ishlarni to'g'ri qilishga intayin yuqori darajada ahamiyat bergan asosda qattiq tirishdim. Hozirmi mushundoq qilyapman. Amaliyotda Uyg'ur diyori va chet eldagi ko'z ko'rinarli natijalarga erishgan Uyg'ur qarindoshlarning bu jihatdagi ahvoli menikiga nihoyatim o'xshab ketadi. Men faqat shularning ichidagi bir odamdan iborat. Meningcha yuqorida bayon qilingani islom dinidagi bir parcha unutilgan an'ana ekan. İslam dinidagi bir dona unutilgan hikmat ekan. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, musulmonlar Badr urushida namoyon qilgan jasorat
Бәдір ұрышыда намайын қылған батырлықны, Бәдір ұрышыда намайын қылған һәр бір заманға мас келген әң яхшы құдірет тепіш yo'li bilan меңіш әқлini hozirgacha davomlashtirib kelgan bo'ladi. Shuning bilan musulmonlar bugünkidek bir nachar holatga tushib qolmay, kam degandimi taraqqiy qilgan g'arb ellari bilan o'xshash saviyada tura olgan bo'ladi.